Siz ham retseptlaringizni qo'yayotganingizda nimadir sirrini yashirib ketasizmi? Bitta obunachim menga bir kun shunaqa deb yozib qoldilar. Ularni tushungan holda ularga shunaqangi zo'r javobimni berdim. Bugun sizlarga eng mazali bo'lgan choco cheesecake qilish davomida обязательно shu savolga javob berib ketaman. Do'konlardan xohlagan pechenyengizni olib maydalab olamiz. Aynan mayda bo'lsa, juda ham yaxshi aralashadi. Eritib olgan sariyog' va milka shokoladlardan solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Cheesecake uchun обязательно bitta qolip kerak deb aytolmayman. Xohlagan qolipingizda cheesecake qilib olsangiz ham bo'ladi. Men tortimni qolipini chetini folga bilan yaxshilab o'rab, pechenyemizni chetlari bilan birga chiqazib qo'yib qo'yamiz. Endi tvorojniy sir va ustidan shakarini solib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Shakaringlar yaxshilab erigan bo'lishi kerak. Ustidan ozgina tuz va vanilin solib, kakao solib, yaxshilab lopata yordamida aralashtirib, bitta-bittadan chaqib, yaxshilab vinchik yordamida aralashtirib tashlaymiz. Ko'rib turganingizdek umuman qiyin emas. Xohlasangiz vinchikda ham qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz mikserda ham qilsangiz bo'ladi. Ustiga milka shokoladlarimizni solamiz va oxirida xona haroratida turgan qaymoni solib, yaxshilab bitta massaga kelgungacha aralashtirib tayyor qilib qo'ygan pechenyeklarimizning ustiga massani solib, shunaqa qilib duxovkaga qo'yib yuboramiz. Duxovka lantiga обязательно iliq suv qo'yinglar. Shunda yorilib ketmaydi va bir tekisda pishadi. Ustiga nima qildi deb so'ramanglar. Kuyib ketadi deb o'yladim, lekin kuymagan ekan. O'shaning uchun bir chekkasi o'yilgan. Xullas, ustiga shokoladlarni eritib surib oldim. Ayni qulupnay g'arq pishgan paytda qulupnaylardan yasatishga foydalandim. Bunacham savollarga bergan javobim bo'lsa, kommentga to'liq qilib yozib qo'yaman. Retseptlarimga ishonib, tayyorlab ko'rmoqchi bo'lganlar videoni saqlangiz qilib olinglar. Eng mazali yegan cheesecake'ingiz aynan shu bo'ladi.